Chumoli ninachiga nomahrammi? O'qish kitoblarida Krilovning chumoli va ninachi masalini o'qir edik. O'sha paytlarda Krilovdan xafa bo'lardim. Nimaga chumoli bir kunlikkina ozuqa beradi unga? Uyga taklif qilsa bo'lmaydimi? Qish 3 oyda o'tib ketadi-ku. Uyda ikkalasi issiq pechka yonida o'rtoq bo'lib yashasa bo'lmaydimi? Yoki ninachi chumoliga nomahrammi derdim. Keyin bilsam, Krilov ham biz ham ninachiga rosa haqsizlik qilgan ekanmiz. Men odatda serial ko'rmayman. Ammo haftada 2 marta albatta hujjatli film ko'raman. Serial ko'rmasligimning sababi shuki, turk seriallaridagi subliminallarni o'qiy olaman. Agar bu subliminallarni bu yerga yozsam, bir dona ham o'quvchi qolmaydi. Chunki ularni ko'pchiligimizning idrokimiz qabul qila olmaydi. Mayli, bittasini yozay. Kurdlar vodiysi nomli serial bo'lardi eslasangiz. Shu serialda tez-tez azon ovozini eshittirishardi. Azondagi Allohu akbar, Allohu akbar so'zlarning subliminali aslida xristian bo'l, xristian bo'l, xristian bo'l. Subliminal bilasizki quloqqa emas, ong ostiga yo'lanadi. Tovush esa qulog'imizga keladi. Ammo bizni ong ostimiz boshqarib turadi. Boshqa seriallar ham subliminal xabarlari bilan to'lib toshgan. Chumolilar haqida. Qanotli chumolilarning hammasi nari erkakdir. Ammo oralarida bir donagina modda bor. U qirolicha chumoli. Erkaklarda nega qanot bor? Uchib ketgan qirolichani quvib yetib juftlashish uchun erkaklarda qanot chiqqan. Oralaridan bittaginasi qirolicha chumolini quvib yeta oladi va juftlashadi. Qolganlari esa 2 kun ichida o'ladi. Qirolicha ham juftlashganidan keyin tuproqni tagiga kirib ketadi. O'zini xavfsiz his qilgan joygacha tuproqni kovlab borib, u yerga tuxum qo'yadi. Hayotining qolgan qismini yerning ostida o'tkazadi. Yer yuziga bir marta ham chiqmaydi. Keldik ninachiga. Ninachi tuxumini daraxt po'stlog'ining tagiga qo'yadi va po'stloq shirasi bilan oziqlanadi. Tuxum qurt holiga kelganida tuproqqa tushadi va u daraxtning ildizigacha kovlab boradi. Ildiz shirasi bilan oziqlana boshlaydi. Keyin esa boshqa daraxtlarning ham ildizlarigacha kovlab, naq 17 yil yerning tagida qolib ketadi. Uning 17 yillik umri yer osti lahmlarida o'tadi. Qorong'ulikda, zulmatda o'tgan 17 yillik sabr o'rnagi. Shunday emasmi? Bu hali bechora ninachi azoblarning boshlanishidir. Quyoshga bo'lgan sog'inchi uni avgust oyida hali qanotlari yo'q ekan, tuproq ustiga olib chiqadi. Bir necha kun quyosh nuri ostida yotgach, qobig'i yirtilib qanot chiqadi. Natijada 17 yillik jimjitligining ovozini eshita boshlaymiz. Afsuski, bu baxtli hayot 4 haftagina davom etadi. Bu bir oy ichida viz-viz ovozi bilan o'ziga moda ninachi ham topib juftlashishi ham kerak. Tuxum qo'ygach, sentyabr oyida ninachi hayot bilan vidolashadi. Krilov bizni aldagan edi. Ninachi qishgacha yetib bora olmaydi. U bir oylik safo uchun 17 yil kurashadi. Ammo masalalarga ishtiyoqim ziyoda. Ularda hayotdagidan ko'ra yolg'on oz. Hayvonlarni ham yanada sevaman. Ular fidokorona, xastalik bilan nobud bo'ladi, biroq baxtli. Tariqat shirkmi? Qadar haqida hech nima bilmaganlar qadar haqida ko'p gapiradilar. Qadar haqida ko'p bilganlar qadar haqida sukut saqlaydilar, degan edi Abu Bakr roziyallohu anhu. Tasavvuf haqida ham shunday deyish mumkin. Avvalo aytay,
hech qaysi tariqatga, jamoatga a'zo emasman. Tariqat haqida hech nima bilmaganlarning bahslashib, bir-birini so'fi deya haqorat qilayotganlarga ba'zida guvoh bo'laman. Hayo yo'q, odob yo'q. Bular qaysi dinga mansub deya boshim qotadi. Imom Molik hazratlari bunday kishilarga go'zal javob bergan. Ba'zi insonlar shariat va tariqatni alohida narsalar deb o'ylashadi. Vaholanki, ular shariat va tariqatni ruh bilan jasad kabi bir-biridan ayro bo'lmasligini, biri bo'lmasa, ikkinchisi ham bo'lmasligini bilmaydilar. Agar bir kishi tasavvuf tarbiyasi olib fiqh o'rganmasa, u zindiqdir. Agar bir kishida faqat fiqh bo'lib tasavvuf tarbiyasi bo'lmasa, u fosiqdir. Agar bir kishi ikkisini ham o'zida jamlagan bo'lsa, u haqiqat ahlidir deganlar. Har kuni bomdod namozidan 1 soat avval turib, tahajjud namozi o'qib, zikr, fikr qiladigan insonlarga uyida peshin soat 12 gacha uxlaydiganlar, faqat juma kuni masjidga chiqadiganlar tasavvuf shirkdir deydi. Kechalari saharlargacha yig'lab, ko'z yoshi to'kib, ko'zlari qizarib, gunohkorlar uchun duo qiluvchilarga uxlayverib ko'zi shishib ketganlar tasavvuf shirkdir deydi. Sharob ichib, qimor o'ynab, zino qilib, gunoh botqog'iga botganlarni qo'lidan ushlab, dinini o'rgatgan Alloh do'stlariga sharob ichgan, qimor o'ynagan, zino qilganlarni so'kib, Alloh dargohidan haydaydiganlar tasavvuf shirkdir deydi. Bir marta qarashi bilan butun yomonliklarga tavba qilishiga sababchi bo'ladigan zotlarga soatlarcha ma'ruza qilsa ham hech kimning tuki ham qimirlamaydiganlar tasavvuf shirkdir deydi. Qur'on va sunnat rishtasiga yopishgan va makruhlardan ham hayo qiladigan solihlarga farz, sunnat, vojib nimaligini bilmaydiganlar tasavvuf shirkdir deydi. Hayotini tavba va niyoz bilan o'tkazib, millionlarning tavbasiga sababchi bo'ladigan Allohning sodiqlariga gunoh qilib tavbasini unutganlar tasavvuf shirkdir deydi. Yotganda, turganda, yurganda Allohni zikr qiluvchilarga bismillohni ham bilmaydiganlar tasavvuf shirkdir deydi. Sukut ichida yashaydigan oriflarga har daqiqada hammaga o'zi qalban his qilmagan oyat, hadislarni gapiruvchi amalsizlar tasavvuf shirkdir deydi. Mavlonani, Naqshbandni, Yunusni, Hamadoniyni hurmat qilsang so'kinadiganlar, o'zlarini hurmat qilmasang jon jahdi bilan so'kinadiganlar tasavvuf shirkdir deydi. Tasavvuf Qur'on va sunnatni ich-ichingdan his qila bilishdir. Tavba qilib dinni o'rganish bu yo'lning boshi hisoblanadi. Zikr va fikr esa bu yo'lning odobidir. 40 ta olimni bir dalil bilan yengdim, ammo bir johilni 40 ta dalil bilan ham yenga olmadim degan Jaloliddin Rumiy o'z zamonasida yenga olmaganni biz ham yenga olmaymiz. 3. ko'zim qanday ochildi? 1. maqola. 3. ko'zim ochilganda uning 3. ko'z ekanligini bilmas edim. Buni biror joyda yozmaslik uchun o'zim bilan 12 yil kurashdim. Bugun nega yozyapman? Bu men qilgan xato edi. Ogohlik uchun yozyapman. Boshqa bir kishi bu xatoga yo'l qo'ymasin degan niyatda. Avvalo 3. ko'z boshqa, qalb ko'zi boshqa. Ba'zilar bu ikkalasini bir xil narsa deb o'ylaydi. 3. ko'z degan narsa islomda yo'q, qalb ko'zi bor. 3. ko'z uzoq sharq, Tibet falsafasida bor. 3. ko'z degani miyadagi epfiz bezining faollashuvidir.
Uchinchi ko'zni ochlik, riyozot, musibat va tajrid o'zini yolg'izlatish, insonlardan chekinish bilan yoki yoga, meditatsiya bilan ochish mumkin. Ammo qalb ko'zi faqat va faqat muhammadiy axloq bilan ochiladi. Uchinchi ko'zim qanday ochilgan edi? 6 yil davomida 2 bayram kunlaridan tashqari har kuni ro'za tutgan edim. Hatto saharliksiz o'ta ro'za edi. Oshqozonim shunchalar kichrayib ketgan ediki, yarimta olma zo'rg'a sig'adigan bo'lib qolgandi. 6-yili vujudimning qayeridadir bir ko'z paydo bo'ldi. 3-ko'z deganda odatda insonlarni ko'z o'ngiga hindlar peshonasiga chizib qo'yadigan bir ko'z keladi. Ammo unday emas. Bu ko'z vujudning qayerda ekanligini bila olmaysiz. To'g'rirog'i vujud butunicha ko'zga aylanib qolganga o'xshaydi. Menda 3-ko'z ochilganda shunday bo'lgan. Boshqalarni bilmayman. 3-ko'z yoki epfiz bezi deyilgan metafizik uyg'onish boshlanganda nimalar bo'ladi? Xuddi 2 ko'zimizdan katarakta pardasi olinganda xira-shira ko'rishdan asar qolmaganidek, tiniq ko'ra boshlagandek bir hol yuzaga keladi. Yashab turgan olam bilan ko'rayotganlarim orasidagi farqni idrok qilishim oson bo'lmagan edi. Bu holatda ustozi bo'lmagan odam qo'rqishi, gapira olmay qolishi, hatto aqldan ozishi mumkin. Namoz mo'minning meroji ekan. Namozning eng muhim oni sajdadir. Sajdada qonimizning to'plangan joyi ham shu 3-ko'zning joylashgan yeridir. Bu dunyoning 100 yillar mobaynidagi boshqaruv tizimi esa bu ko'zning doim uyquda bo'lishi, hech ochilmasligi ustiga qurilgan. Dunyo boshqaruviga tuzumga har doim ma'naviyati uyquda bo'lgan insonlar kerak. Hech shubha yo'qki, dunyoning qontalash jarohatlariga eng go'zal davo uyg'onishdir. Farqli ranglarga, marginal fikrlarga, menimcha, yanglish joyda egri turganlarga sabr qilish qiyin. Muso alayhissalom ham Xizr alayhissalomning do'stligiga 3 martagina sabr qila olgandi. Hikmatga sabr qilishi og'ir. Shuning uchun qabul qila olmaganlar yoki o'zini juda aqlli deb biladiganlar baliq kabi otilib chiqib, ochgan bo'lsang ochibsan, buni nega oshkor qilyapsan deyishi mumkin. To'g'ri aytadi. Javobini boshida yozdim. Uzluksiz ro'za tutishning noto'g'ri ekanligi haqida, sunnatga xilofligi haqida bilgi berish uchun yozyapman. Boshimda ustoz bo'lmagani uchun 3-ko'zimni nazorat qila olmadim. U hech yumilmas edi. Qanday yumishni bilmasdim. U ko'zim 1 yil ochiq turdi va meni juda ham charchatdi. Chunki kim haqida o'ylasam, xayolimga kim kelsa, 5000 chaqirim uzoqda bo'lsa ham uni ko'ra boshlardim. Ko'chaga chiqqanimda insonlarning siyratini ko'rardim. O'zimning ichak-chavog'im, hujayralarimgacha ko'rib turardim. Ko'rishni xohlamasam ham ko'rardim, chunki u ko'zni yumishni bilmasdim. Ba'zan o'g'limga telefon qilib, "Qayerdasan?" deb so'rasam, "Maktabning bufetida pirojka yeb o'tiribman" derdi. Ammo men seni 9-kvartaldagi chorrahada ko'ryapman. Yoningda qozoq o'rtog'ing ham bor derdim. O'g'lim ba'zan "Oyi, rentgen bo'lib qolyapsiz" deb baqirib yuborardi. Va bu 3-ko'z meni juda ham charchatib, yashab bo'lmas holga tushirgandi. Keyin Allohim, men bu ko'zni istamayman, meni undan xalos qil deya duo qildim. Bir kun bomdod namozidan keyin vujudimdan bir ko'z ajralib chiqib, havoda muallaq bo'lib turdi. Keyin esa g'oyib bo'ldi. Yo'qolgan 3-ko'zimning joyiga boshqa narsa keldi. Bu haqida ham yozish niyatim bor. Uni olib yurish hech yumilmaydigan 3-ko'zni olib yurishdan osonroq edi. Ammo ikkisi ham og'ir ish. Hayotda bo'shliq bo'lmaydi. Bo'sh qolgan joyni albatta nimadir to'ldiradi.
Hatto tishimiz tushsa, tish kavagini botil ovqat qoldiqlari to'ldirib qo'ygandek. Bo'shab qolgan uchinchi ko'zning o'rni ko'tarish juda ham og'ir hayo bilan to'ldi. Keyinchalik bildimki, muhammadiy axloqning boshlanish nuqtasi hayo ekan. Har bir dinning bir axloqi bor. Islom dinining axloqi hayodir, deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ibn Moja, Zuhd 17. Uchinchi ko'zim qanday ochildi? Ikkinchi maqola. O'tgan yili anqaralik tibbiyot va diniy olim professor Munir Dermanning Bir avliyo deydiki nomli 3 jildlik kitobini sotib olgandim. Juda qimmat pulga. Kitobni o'qir ekanman, juda ko'p savollarga bu savolni so'rama, javobini aytsam ko'tara olmaysan degan jumlaga duch keldim. Yoki so'ragan kishiga hali bu javobga tayyor emassan deya javob bergan edi. To'g'risi, nima bo'larkan, javobini ham yozib qo'ysa deb xafa bo'lgan edim. Pulimga achingan ham edim. Ammo doktor Derman haq ekan. Menga eng ko'p qayerdan bilasan, qanday ko'rasan deb savol berishadi. Aslida bunday ham qiyin savol yo'q. Ko'rasan-u, qanday ko'rganingni anglata olmaysan. Kimnidir ishontirishga majbur emasman. Ishonishlarining ahamiyati ham yo'q. Imkon qadar sirli bo'l. Chunki sening sirlaring oshkor bo'lishining ham, sening maqtashlarining ham hech bir ma'nosi yo'q, deydi Fuzayl ibn Iyos. Xatolarimni tushuntirish uchun izoh beryapman. Zotan bugun bir sirga voqif bo'linsa, uning hikmati 10 yillardan keyin kelib chiqadi va o'shandagina oshkor qilish vaqti yetib kelgan bo'ladi. Maqolaning birinchi qismida 6 yil roza tutganimdan so'ng 6-yili qandaydir ko'z ochildi deb yozdim. Homilador edim. Ichimdagi qizimni sochlari-yu yuz chehrasigacha ko'rib turardim. Kechqurun uxlasam ham o'sha ko'z ochiq bo'lar edi. Ichimdagi qizni sog'inib, chiqarib olib bag'rimga bosib yotgim kelar edi. Va bu sog'inch iztirobga aylangan edi. Menga bu ko'z kerak emas, uni yopib qo'y ey Allohim deya duo qilishlarimga bu sog'inch iztirobi ham sabab bo'lgan edi. Hujayralarimni ko'rardim. Chorsu bozoriga borishdan avval yarim soat ko'rishni xohlamagan narsalarni ko'rsatma deya Allohga yolvorar edim. Insonlarning ortida tuman shaklida aura bo'lsa kerak. Siyratini ko'rardim. Aksariyati hayvon edi. Ba'zan inson shaklini ko'rganimda xuddi tilloq topgandek quchoqlab olgim kelardi. Masalan, yaqinlarimdan birining siyrati sap-sariq ho'kiz shaklida ko'rinardi. Ularning hammasini hikmatini, sariq rangni ham hatto oradan 10 yil o'tib topa oldim. Dunyodagi eng uzun, eng og'ir va eng og'riqli safar insonning o'z botiniga safaridir. Jaloliddin Rumiy aytganidek, ichingdagi ichingdadir. O'z ichimizga qilingan safarda aslida ichimizdagi ichkarini ko'ramiz. Ibodat 72 bo'limdir. 71 qismi Allohdan hayo qilmoq, qolgan bir qismi yaxshilik qilish, deydi Abu Bakr Qattoniy hazratlari. 3-ko'zdan bo'sh qolgan joyga hayo berilishining sababi esa ko'rgan narsalarni oshkor qilmaslik uchun ekan. Arab tilida hayo so'zi Allohning Hay ismidan olingan bo'lib, ma'naviy tiriklik deganidir. Hayo ma'nan tug'ilishning, islom axloqining debochasi. Hayo bir qalqon, ko'rishni xohlagan narsangnigina ko'rsatadi. Xohlamaganingga qo'rg'oshin parda tortib qo'yadi. Shuning uchun ham valilar nazar dar qadam, ya'ni ko'zing qadamingni uchida bo'lsin deyishgan. Keyin bilsam, men boshdan kechirganlarni har qanday kishi ham boshdan kechirishi mumkin. Faqat nafsni tarbiyalash, u bilan do'stlashish kerak. Ba'zan mendan nafsimni qanday o'ldirsam bo'ladi deya so'rashadi. Savolni eshitishim bilan qo'rqib ketaman.
Nafsni nega o'ldirasan? Uni sen yaratdingmi? Uni sohibi sen emassan-ku. Nafs o'ldirilmaydi. U borki, biz bormiz. U bilan tirikmiz. Uni tarbiyalaymiz xolos. Tarbiyalangan nafs zotan senga ortiq dushmanlik qilmaydi. Bular mening tajribalarim. Dunyoda pulga sotib olib bo'lmaydigan narsa ham tajribadir. Chunki umrimdan, hayotimdan parcha-parcha kesib berib, evaziga tajriba sotib olganman. Ertakdagi botir yarim kechada uxlab yotgani uchun oltin olmani kim o'g'irlaganini ko'rmay qoladi-ku. Xuddi shunday. Hayotimizning aksar qismi uyquda o'tmoqda. Oltin umrimiz o'g'irlanmoqda. O'g'rini ko'rmayapmiz. Ochlik balosi. 2 oy avval bir o'quvchim 40 kun ochlik qilgan kishining videosini jo'natgan edi. Bugun internetda o'sha kishini ko'rib qoldim. Ochlik mo'jizasi degan shifoxona ham ochibdi. Allaqachon odam davolamoqda. Ochlik har doim ham mo'jiza emas. Iltimos, bunday pul va manfaat uchun ochlikni yaltiratib, porlatayotganlarga ishonmang. Bu maqolani yozishdan avval o'nlarcha kitob o'qidim va o'zim yillar davomida 7 va 10 kun mobaynida och yurdim. Xususan, Alixonto'ra Sog'uniyning Shifo ul Ilal, tibbiy naba bir necha muallifga tegishli ozarbayjonlik ochlik ustasi Gulxan Baydemirning Shifobaxsh ro'za nomli kitobi. Gulxanbeyni yaqindan taniyman va kitobini shaxsan o'zi jo'natgan edi. Qolaversa, Pol Bregning kitoblari. O'zbekistonda ma'lum muddat och yuradiganlar asosan Pol Breg va Oydin Soliqning kitobiga amal qiladi. Sizga ochlik mo'jizasi haqida emas, aslida uning bir balo ekani haqida gapirmoqchiman. Birinchidan, ochlik xuddi narkotikka o'xshaydi. 3 marta ochlik qilgan kishi giyohvand kimsaga o'xshab boqimanda bo'lib qoladi. Buni sizga ochlik ustalarining hech biri aytmaydi. Aytsa pul topolmaydi. O'z oyog'iga bolta urgan bo'ladi. Ammo men bundan manfaatdor emasman. Ochlik shifoxonam ham, xoldingim ham, shirkatim ham yo'q. Xo'ja Ubaydulloh Ahror Malfuzot asarida oz yegan insonlarga avval ko'rinmagan narsalar ko'rina boshlaydi deb yozadi. Ba'zilar ko'rgan mahluqotlardan amr oladigan bo'lib qoladi va ba'zi halol narsalarni ham harom kabi o'zlariga man qilib qo'yadi. Bunday uzun muddatli och yurish islom dinida yo'q. Hadis deya keltirilgan hadislar sahih emas. Abdurahmon ibn Javziy islomiy tabobat haqida jild kitob yozgan olim. Bir olimning kundaligi kitobida ochlik haqidagi maqtovlarga aldanib uzoq vaqt och yurardim. Natijada ichaklarimning faoliyati buzilib, 10 yildan keyin tuzaldi deb yozadi. Bu kitobda yana ochlik haqidagi hadislar va ularning to'qima ekani birma-bir sanab o'tilgan. Mo'minning mezoni Qur'oni Karim va sunnat. Bu ikkisi poyezdning 2 relsi kabidir. Poyezd relsdan chiqsa halokat bo'lganidek, mo'min ham sunnat va Qur'onga amal qilishni to'xtatsa, falokatga uchraydi. Ochlik mo'jizasi deya xolding ochib olganlarning maqsadi sizni sog'lig'ingiz emas, manfaat va puldir. Ochlik ustalarining juda ko'pini taniyman. Oddiygina maslahati $100. Bizning Robbimiz odil. Shifosini pulga bog'lab qo'ymagan. Agar unday bo'lganda edi, puli yo'q faqirlar kasal bo'lsa, o'lib ketishi kerak. Yaqinda ochlik bilan davolaydigan shirkatlardan birida suhbatda bo'ldim. Ba'zi halol narsalarni harom deya ovoza qilishmoqda. Masalan,
Hamsi balig'i, shprot. Sababini so'rasam, Alloh ularni katta baliqlarga ozuqa uchun yaratgan. Biz yesak katta baliqlar och qoladi deydi. Ochlik ustasiga hazillashdim deng, iltimos dedim. Holbuki Imom Shofiy hazratlari dengizdan otam chiqib kelsa yeyman deganlar. Ya'ni dengiz mahluqotlarining hammasi halol. Yuqorida yana bir ozariy tabibni tilga oldim. U ham o'zi va tarafdorlariga go'shtning har qanday turini man qilib qo'ygan. Hamda Arzirumlik Ibrohim Haqqining hamma joyda yesa bo'ladigan eng go'zal ovqat ochlikdir degan so'zlarni zarhal harflar bilan yozib qo'yibdi. Bularning ko'pi botil. Haq bo'lgani sunnatga muvofiq ro'zadir. Inson ishongani kabi yashamasa, yashagani kabi ishona boshlaydi. Yolg'on qanchalik katta bo'lsa, undan keladigan foyda ham shunchalik katta bo'ladi. To'g'ri. Islomda visol ro'zasi degan amal bor. Bu iftorsiz 2-3 kun ro'za tutish demakdir. Bundan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni qaytarganlar. Ey Rasululloh, siz shunday ro'za tutyapsiz, bizni nega qaytardingiz deya so'rashganda, meni Alloh yedirib ichiradi. Sizlar men kabi emassiz deganlar. Buxoriy Savm 48, Muslim Siyam 56, Abu Dovud Savm 24, Termiziy Savm 62. Och yurganlarning deyarli ko'pchiligi bora-bora dumping sindromiga uchraydi. Ochlikka narkotik kabi bog'lanib qolganlar esa albatta bo'ladi. Anoreksiya kasalligiga uchraydi. Buning oxiri o'lim. Vujud hech bir ozuqani qabul qilmay qo'yadi. Google'ga yozing va anoreksiyadan o'lganlarning ahvoliga bir qarang. Bir odam uzoq davom etgan ochlik sababli anoreksiyadan o'lganiga yaqinda o'zim guvoh bo'ldim. Zotan sunnatdan ayrilgan kishi xursondadir. Kvant fizikasi va tasavvuf. Birinchi maqola. Makro olam, olami kubroning qonunlarini bugun fizika izlamoqda. Faqat mikro olam, olami sug'roda atom parchalarining izohi unchalik ham oson emas. Atomni tashkil qilgan parchalar kuzatilganda go'yo uni kimdir kuzatayotganini bilib turgandek harakatlarni o'zgartira boshlaydi. Eng ajablanarlisi, har on, har joyda paydo bo'la oladi. Xuddi shu sirlilik kvant fizikasi deyiladi. Oriflar tasavvuf vaqt ilmi deydi. Naqshbandiya tariqatining dam bu damdir. Dam bu dam iborasining ma'nosini anglashni istaysizmi? Qudsiy hadislarda zamonni so'kmanglar, zamon menman deyiladi. Yoki Alloh taolo asrga qasam, zuhoga qasam, kunduzga, tunga qasam deya ont ichadi. Ya'ni zamon masalasi muqaddasdir. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hamma narsa undan keldi va unga qaytadi. Avval va oxir udir. Mumtoz faylasuflar zamon va harakatga bir xil qiymat beradi. Ya'ni zamon bo'lishi uchun bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga harakat bo'lishi kerak. Agar harakat yo'q bo'lsa, sukun holi bo'lsa, u yerda zamonsizlik mavjud. Haqiqat ahli zamon ichida zamonsizlikni tuta olgan kishidir. Tasavvuf ahli uchun zamon bir ondan, damdan, bugundan iborat. Ilm bir nuqtadir. Johillar uni ko'paytirdi, deydi Ali roziyallohu anhu. Ilmning asli bir ekanligini bilgan odam orif deyiladi. Ko'plikning ko'paytirishning maqsaddan uzoqlashish ekanligini bilmaganga esa johil deyiladi. Bir nuqta kabi zamon ham bir damdir. Bizga o'tmish ham, kelajak ham mansub emas.
Kvant fizikasiga ko'ra olam nima va tasavvufga ko'ra nima? 1600-yilda yashagan Niyoziy Misriy ismli avliyo bor. Deydiki, Allohning ilmida koinot bir sahifadir. Inson bu sahifaning ichida bir nuqtadir. Bu nuqtaning ichida bir dengiz bor. Butun koinot 1000 dengizning ichidagi bir tomchidadir. Ya'ni hamma narsa bir-birining ichidadir. Ichingdagi ichingdadir. Bu hol kvant fizikasi bilan bir xildir. Har bir atom Quyosh sistemasi kabi tuzilgan. Kvant fizikasi mutaxassisi amerikalik doktor Fred Alan Wolf 6-7 yil avval Istanbulga kelganda o'tkazgan konferensiyada kvant fizikasi mexanika tasavvuf tushunchalarining ayni o'zidir degan edi. Ya'ni modda ustida tajriba o'tkazganimizda u biz uni kuzatayotganimizni bilib turadi. Kvant fizikasida hamma narsa bir-biri bilan bog'langan. Bir-biridan ayro hech nima yo'q. Alan Wolfga ko'ra biz ko'rib turgan dunyo misol olami. Ko'rmayotganimiz ma'no, ya'ni kvant olami. Jaloliddin Rumiy bir baytida ruhimda portlagan vulqondan yuzlarcha to'lqinli sel hosil bo'ladi deydi. Buni Alan Wolf modda ifodasi bilan to'lqin chastotasini hosil qilayotgan elektronlarning ayni o'zi deydi. Mashhur fizik Richard Feynman esa kvant teoriyasi qarshisida hayratlanmagan kishi bu nazariyani bilmagan kishidir deydi. Kvant fizikasiga ko'ra bir narsa ham bor, ham yo'q, ham to'lqin, ham parcha, ham go'zal, ham xunuk, ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Ya'ni har bir narsa ziddi bilan bor. Bu tasavvufdagi afv qilmoq tuyg'usini hosil qilgan narsadir. Xizr alayhissalom va Musa alayhissalom safarida Hazrati Xizr bizga yomon bo'lib ko'ringan ishlarni qildi. Natijada hammasini yaxshilik uchun qildi. Xayr ham, shar, yomonlik ham birdir. Yomonlik ham, yaxshilik ham Allohdan ekaniga iymon keltirganmiz. Tasavvuf bu yo'lni sayr suluk deydi. Nafsi ammoradan nafsi komilaga chiqish yo'li. Nafsi ammora amr olib yashash degani. Bu nafs sohibi uchun zotan dunyo bo'm-bo'sh. Yomonlikning ham, yaxshilikning ham haqdan ekanini anglagan, ularni sinov deya qabul qilgan odam nafsi komilaga erisha oladi. Tishlaydigan kitoblar. Kvant haqida 2-maqola. Insonni tishlaydigan kitoblar bor. O'qiyotgan narsalaring boshingga bir musht tushirib, seni uyg'otmayotgan bo'lsa, foydasizdir, deydi Franz Kafka. Meni tishlaydigan kitoblarni har doim och bo'ri kabi qidirdim va o'rganganlarimdan musht yedim. Ba'zan bilgan narsalarim meni juda ham qo'rqitar edi. Kitoblardan musht yeb turish aslida juda yaxshi narsa. Tabiiy anglagan odamga. Ba'zi bilimlar va kitoblar faqat musht tushirib qolmaydi, faqat tishlamaydi. Miyani joyidan qo'zg'atib, uni qo'limizga tutqazadi. Fizik dunyoda kompyuterda dastur yozar ekanmiz, 1 va 0 raqamlarni ishlatamiz. Kvant dunyosida dastur yozsak 1, 2 va 0 ishlatishga majburmiz. 1 ha, 0 yo'q, 2 balki. O'sha balki so'zi shuurdir. Chunki dunyo shunaqa qorishiq yaralgan. Endi miyamizni qo'limizga oldik deylik. Miya ichida kichkina bir bo'lak epfiz bezi bor. O'sha bez bizning ikkinchi shaxsimiz. Qo'limizdagi miyaning bir bo'lagi biz bilgan fizik dunyoda yashaydi. Kichkina parcha bo'lgan epfiz bezi esa, ya'ni ikkinchi miyamiz
kvant dunyosida yashaydi. Tush aslida bizning kvant dunyosida yashayotgan miyamizdir. Shuning uchun uyquga ehtiyoj sezamiz. Ikkinchi miya ham yashashi uchun. Uyg'oq ekanligimizda fizik DNK bilan uyquda ekanimizda 8 soat bizning miyamiz DNK ostidagi dunyoda yashaydi. Epfiz bezining faolligi kvant dunyodagi uyg'onishdir. Yunus Emro aytganidek, bir men bordir, mendan ichkari. Oling sizga kvant, aksilmodda bilan ishlaydigan olam. O'zini 40 kun uzlatga solgan va riyozat tortganlar u dunyo bilan oralarida ko'prik qurgan odamlar edi. Epfiz eng faol nuqtaga chiqqanda inson o'zi hech bilmagan, ko'rmagan bilimlarga sohib bo'la boshlaydi. Bu kvant fizikasida otodidakt deyiladi. Fizika va kvant fizikasi ichkaridan ham ichkaridir. Ichidagi ichingdadir. Inson faqat suyak bilan qondan iborat emas. Rumiy aytganidek, inson tushunchadan iboratdir. Qolgani qon va suyaklardir. Qo'limizdagi ashyolarning hammasini bizga aytadigan bir hikoyasi bor. Hazrati Umarning obdastasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suyanib turgan ustun. Kasetaning lentasi so'z va musiqani yozgani kabi har bir jonsiz ashyo ham yozadi. Ularning xotirasi bor. Hatto vaqti kelganda buni oshkor ham qiladi. Moddada ma'no yuklangan chastita to'lqinlari bor. To'lqinlar golografik, butunning zarrada kodlanishi xoslikka ega bo'lgani uchun jonli, jonsiz hamma narsa tabiat va inson zehni bilan baqamti yaratilgan. Insondan chiqqan elektromagnit to'lqinlar quvvat dolg'alari narsalarning ustida iz qoldiradi. Ko'rgan makonlarimiz, olgan hadyalarimiz, hamma narsa bizga huzur, qo'rquv, sokinlik kabi hislarning berishini sababi shu bilan bog'liq. Bir zehndan bir jonsiz narsaga yoki narsadan zehnga uzatilgan ma'no rezonansi kvant fizikasida psixokinazi deyiladi. U jonsiz narsalarga qo'l tekkizganimizda chastitasini tuta olsak, xotirasini ham o'qiy olamiz. Kvant fizikasining eng ahamiyatli isboti ham atom osti parchalarida ko'rilgan shuurdir. Mavjud hamma narsada biz farqlay olmaydigan bir ilm bor. Ular chastita, ya'ni shuur bilan qoplangan. Isro surasining 44-oyatidagi jumlani eslang. Mavjud bo'lgan barcha narsa Allohga hamd sano aytishi bilan u zotni poklar. Lekin sizlar, ey insonlar, ularning tasbih aytishlarini, poklashlarini anglamassizlar. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi: Allohim, menga ashyolarning haqiqatini ko'rsat. Har bir jonning ustida uning qilgan barcha amallarni yod olguvchi farishta bordir. Ba'zi insonlar Ka'bani ko'rganida nega hushdan ketadi? Nega do'sti bilan suhbat qurgandek Ka'ba bilan gaplashadi? Iso alayhissalom Quddusga kirganda nega Quddus bilan gaplashdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nega tog' bilan gaplashdi? Golografik tuzilishda bo'lgan koinotda shuur har bir narsaga singadi. Moddada ma'no yuklangan to'lqinlar mavjud. Inson va tabiat o'zaro baqamti va bir-birisiz yashay olmaydi. Jonli, jonsiz hamma narsaning shuuri chastitasi bo'lib, quvvat hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Shakl o'zgartiradi xolos. Tasavvufdagi qush tili iborasi qushlarning tili emas, mantiqning, moddaning tili edi. Darvoqe, bu bitiklarni go'yo bojxonadan mol olib qochayotgandek yozganim uchun uzr so'rayman. Yosh bolalarim bor, vaqt muammosi bilan kurashib yozaman.